$650, ya'ni 3 tonnalik Motorollerga 100 ta gazobilo yukladi. Xullas bitta gazobiloning donasi, ya'ni 25 kilo bo'ladi. 100 tasi 2,5 tonna bo'ladi. Qadrdonlar, o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Yaxshi turibdi, xudo xolasa. Endi bitta motorlarini, boshqa joylarini hammasini Sarvar akam o'zlari tushuntirib beradilar. Aka, bu Motorolamiz asli 3 tonnalik hisoblanadi. Hozir akalarimiz gabarit ko'tarilib ketyapti, yo'lda GAI muammo bo'ladi degani uchun hozir shuncha yukladik, 2,5 tonna yukladik edi. Bu aka 300 kup ob'em dvigatel bo'ladi, qo'shirama bo'ladi. Bu model nomi Kasholot. Borti uzun. Asosan shunaqa shlaka-blok, gazoblok ishlab chiqaruvchi, tadbirkor ishlab chiqarishi bor akalarimiz buni juda ham yaxshi ko'rib olishadi aka. 260 ga 150 bort bo'ladi aka. 24 litrlik benzinli bak aka. Benzinga aptor aralashtirilmaydi. Oldida aka bilkalar 64 yo'g'onligini qarang. Aka, yana bitta savol-da aka. Misol qancha rasxod qiladi 100 kilometrga? Mana 2,5 tonna. Mana shu yuki bor holatida aka 7 tadan 9 tagacha rasxod. 7 tadan 9 ta. Mana shu ochig'ini aytgan yaxshi. Nimaiki men internetda o'zim ko'rdim. Bu video chiqarishdan oldin kim qanaqa chiqargan ekan deb YouTubedan o'qib ko'rdim. To'g'risi 6 ta 5 litr benzin rasxod qiladi deyshadi. Yana bitta narsa aka, 25 kilo ma'lumot berib qo'ydik aka, o'zi 30 kiloga yaqin aka. Bittasi 28 kilo, 30 kiloga yaqin aka. Bu hozir 2800 bo'lyapti. Ya'ni 2 tonnai 800. 2 tonnai 800, ya 300. Rahmat. Gazobiloning donasi 28 kilo ekan. Mana tarozida ko'rdinglarmi? Aka, adashmasam buni karburatorlari yaponskiy bo'lib o'tgan safargi videoyimiz. Karburatorlar yaponskiy bo'ladi, dvigatel original Zonshen dvigatel ekan. Zonshen dvigatel, yaxshi. Demak, hozir to'g'risini aytgan yaxshi-da. To'g'risi 7 tadan 9 tagacha benzin rasxod qilardi. Yuki bilan 2,5 tonna benzin. 2,5 tonna yuk bilan 2 tonnai 800 qoldi. Yaxshi, endi buni narxi haqiqatan 2650 dollar. Albatta. Buni haqda ichiga O'zbekiston bilan dastavkasi. Uyga borgandan keyin to'lovini Albatta, Vodiy Motor kompaniyasiga aloqaga chiqishadi. Konsultantlarimiz ishlayapti. Kartamizga masalan 1 million pul tashlab berishadi ekan. Masalan, vodiyda bo'lsa 1 million pul tashlash shart emas. Shunchaki lokatsiyasini aytishsa, yetkazib olib borib beramiz. Biz tomonidan chiroyli yetkazib olib borib bersak bo'ldi. Ko'rib, tekshirib, hamma yo'g'i joyida bo'lsa, keyin pulni sanab berishadi. Endi voha tomon bo'ladigan bo'lsa 1 million kartaga zaklab tashlashadi aka. Vohaga chiqarib yuboramiz. Uylarga yetib borishgandan keyin o'sha borgan shortliga qolgan pulni sanab berishadi. Bundan tashqari qadrdonlar, Motor kompaniyasi hozir skladiga ham o'tamiz. Skladda ham juda ham ko'p. Biz hozir eksperiment sifatida sizlarga 3 tonnalik hamda 2 tonnaliklarni ko'rsatamiz. Hozir 2 tonnalik ichkarida yuklashyapti, uni ko'rsatamiz. Vodiy Motor kompaniyasini Farg'onadagi, ya'ni skladlar yetib keldik. Ko'rib turgan joylaringda asosan yig'iladi, ko'p joylarga shu yerdan tarqaydi. Qadrdonlar, ob'yomni ko'ryapsizlar, juda ham keng holatda. Xudo xolasa, qaysi biri sizlarga yoqqan bo'lsa, ekran nomerlariga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xudo xolasa, aka, hammasi albatta aka, mana shu yerdan kelib, aka, bu yerda meni ko'rishga sharoit bor. Endi bu yerda Vodiy Motor kompaniyasining ikkinchi sklad hisoblanadi. Sklad faoliyati asosiy yig'ib terib savdo nuqtalariga, sotuv nuqtalariga bu yerdan chiqarib beriladi aka. Albatta. Qadrdonlar, bundan tashqari qaysi biri yoqqan bo'lsa, Telegramdan yozib, lokatsiya zakaz berishlaringiz mumkin. Operatorlar sizlarga javob berishadi, barcha ma'lumotlarni berishadi. Xudo xolasa, o'zlaringga yoqqanligini tanlashlaringiz mumkin bo'ladi. Sizlar uchun mehnat qildik, bir kun vaqtimiz sizlar uchun sarfladik qadrdonlar. Like bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Shu mototsikllardan qaysi birini mingansizlar, kommentariyada yozib ketinglar. Qancha vaqt mehnat qilgan, o'sha talabga javob beryaptimi, yo'qmi? Kommentariyada ochiq oydin fikrlarni yozib qo'yasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa, kanalga podpisatsiya bosib qo'ysanglar, shunaqangi ishlab chiqarishlardan, katta-katta sexlardan birinchilardan ko'rib borasizlar. Hammalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar.